Hurmatli obunachilarim, mana bugun yana bitta yangilik. Haydboy degan ukamiz kelibdi. Xo'zmakchi bola yangi xo'zmak ochibdi. O'ynayman, to'rimlarni yutib ketaman deyapti. Yutqisiz nima berasiz ham? Aka yutqizsam xudo xolasi men sizga. Xo'p. Xudo xolasi aka yutqizganimdan Bu keyin yutsiz, yutqizmasiz bu eng zo'r kommentariyaga dedingiz. eng zo'r kommentariyaga xudo xolasi xo'zmakchi bolaga obuna bo'lib, chiroyli qilib podpiska borib yondirsa, xudo xolasi haftaning oxirgi kuniga o'zingiz bilan kelib, rending qilib, chiroyli zo'r yutgan shu, nima deydi, zo'r kommentariy yozgan odamga tanlaymiz aka. Beramiz shu sovg'ani. Bu kommentariyaga. Bundan tashqari agar qurutib yutgan odamga yana 200 minglik sovg'a ajratasiz. Xudo xolasi. Qachonki yutsa. Bo'ldi. Bo'ldi. Mana yoningizda qurut, mana sekundamer. 1, 2 qurutib oling qo'lingizga, 3 ketdi boshladik. Yaxshi ketyapsiz. Davay shef, davay. Yaxshi ketyapsiz. To'xtashimda yo'q. Homiylar qatoriga yana bitta homiy qo'shildi. Hurmatli obunachilarim, prizimiz 4 million 100 mingdan 4 million 300 ming so'mga chiqyapti. Mana xo'zmakchi bola ham yangi homiy sifatida qo'shilyapti. Ro'za ichib kelib yutib ketinglar. To'xtamang shef. 1.20 da borsangiz 200 ming so'm. Mayli, siz katta sovg'alar qildingiz, 500 ming so'm qo'yamiz. Bo'ldi. Yutqizib. Mana shu videoda eng ko'p kommentariya, like, eng zo'r qiziqli kommentariyalar ham e'tiborga olinadi. Xullas, barchasini hisobga olib, eng zo'r ishtirokchiga o'sha ukamiz ko'rsatgan podarka beriladi. Aka, yana bir o'yinimiz bor bizda ham. Ana. Kim ayamasi qo'shdi 35 sekund to'g'ri bersa, biz endi yangi boshladik, 50 ming so'mdan beramiz aka. 35 sekundda qanday o'rash kerak? Shu mani qo'shdi, bunga o'tkazish kerak, bo'ldi. Bo'ldi. Mendan chiqib ketmagan holda. 1 minutda. 1 minutda. Yangi o'yin, buni yo'q. 1 minut emas, bu 35 sekund. 35 sekund. Kontorog'i bor 100 ming so'm, u 1 minut. Bo'ldi, qabul, buni ham qabul qilamiz. Bu o'yiningizda ham ishtirok etamiz, xudo xolasa. Borib, sizlarga rahmat.